vojiga. Qora Toj Mahal qurish haqidagi nazariyaga sizning fikringiz qanday? Rostdan ham Shohjahon shu yerda Qora Toj Mahal bunyod ettirmoqchi edimi? Ha, Jamna daryosini shu qirg'og'ida Mehtob nomli bog'da. Sinfdagi bolalarga butunlay boshqa tarixni o'rgatayotgan ekan. Shohjahon o'g'ri, Shohjahon Toj Mahalni qurdirmagan deganmish. Biroz bildirsa ularni kaltaklay boshlab. Sudda ko'rilyapti. Agar dadam yutib chiqsalar, bu isbotini ham topadi. Hozircha yutmadi. Lekin biz hozircha o'quv rejamizda borini o'qitamiz. Sinfda bir nechta. Bu gaplar ularga qanday ta'sir qiladi? Bu haqda o'yladingizmi? Agar ularning ota-onalari bosh ko'targudek bo'lishsa, o'g'lingizni maktabdan ketkazishimizga to'g'ri keladi. Bitu, xonimdan uzr so'ra. Jahonni shaxsiy yozuvchisi bo'lgan Abdulhamid Lahori o'zining Podshohnoma asarida yozib qoldirgan. Bundan tashqari, aslida juda qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bir nechta fors qo'lyozmalarda ham mavjud. Bunday qilamiz. Aytingchi, Toj Mahal qurish fikri qayerdan kelgan? Bir dalilni keltirmoqchiman. Toj Mahal qurilishini poydevoridan boshlab Shohjahon qurdirganiga yana bir misol. Buni fransiyalik olmoslar savdosi bilan shug'ullangan sayyoh, Fransiyadan Hindistonga kelgan G.B. Tavernier o'zining Travels of India nomli kitobida ochiq-oydin yozib qoldirgan. Qurish ishlarini va yakunlanganini ko'rdim. U yerda 20 ming ishchi ishlayotgandi. Toj Mahalni qurilishiga 22 yil ketdi. Shunday deb yozilgan. Pastda, bir maqbarada, sudya janoblari, egizak farzand bo'lishi mumkin, lekin egizak qabr, kelinoyim chiqib tushaverib qiynalib ketsalar ham kerak. Sudya janoblari, Toj Mahalda bir qabr 4-qavatda, ikkinchisi 3-qavatda. Dupleks qabr kabi. Shunaqangi qissalar aytishadiki, go'yo Shohjahonning ko'z yoshlari tomchilab oqib turar emish. Tap bunday kulgi. Xo'p, Toj Mahal maqbarasi Hasht-Bisht rejasi asosida bunyod etilgan. Doktor sohib, bu Hasht-Bisht nima degani? Hasht-Bisht rejasiga ko'ra, bino dastlab kvadrat va to'rtburchak shaklida quriladi. Undan keyin uning burchaklari, siz ko'rib turgan mana bu burchaklar egiltiriladi, ya'ni tekislanadi. Bu tartibsiz 8 qirrali rejani hosil qiladi. Sudiyning mafkurasiga ko'ra, jannatni 8 ta darvozasi bo'ladi. Bu binoning qurilishidagi rejasida ana o'shanga asoslangan. G'aroyib g'oya. Shohjahon jannatga olib boradigan yo'lni ochgan ekan-da. Yaxshiroq qarangchi, maxsus yo'l ham qurdirgandir. Tinchlaning. Iltimos, gapga qo'shilmang. Gid bo'lsangiz, gidligingizcha qoling. Masxarabozlik qilishga urinmang.